O'zbekistonda tanilgan millionerlarning soni 5-6 ta. Bugungi kunda siz kimsiz? Men hozir как раз oqsoqolman. Odamlar kimni yaxshi ko'ryapti? Puli borni yaxshi ko'ryapti. Muhim so'z bu vaqt. Qobiliyatlaringiz ustida ishlasangiz, imkoniyatlar juda ko'p. Ahmad bugun dadamdan so'raganida, nevaramiz kim bo'ladi deganda, kompyuterchi, programmist. Bu ham kasb bo'ptimi? Bu qizni beradimi, institutga kirib qo'ymaysanmi deganda. SAP sizni tanladimi yoki siz SAPni tanladingizmi? Yiliga 20-25 ming dollar sarflaydi o'qishingizga kompaniya. 10 yildan keyin menga xat keldi. Lazar Hamov, siz 10 yil bilan bizdasiz. Yana boshqa cho'qqana qirralarni birga qilamiz. Qo'yapmanda ichimda jonga tegdi. To'ydingiz. Kompyuter bo'lmasa ham daftarda programma qilib ko'rganman. Qancha ko'p xato qilgan odam shuncha tajribali bo'ladi. Ko'zim yaxshi ko'rmaganligi uchun zaif bola bo'lganman. Shuning uchun ko'chada ko'p o'ynalmasdim. 18 yoshimda qiz yaxshi ko'rib qoldim. Zo'r joy keldi. 3-4 yil inkor qilardi. Hozir bizning 3 ta bolamiz bor. Zo'r-ku. Hayot tajribasi bor. Faqatgina nima qilish kerak? 1 soat oldin uyqudan turish kerak. Sizning hayotingizda bir hafta bir xil bo'lgan bo'lsa, 10 yildan keyin men millioner bo'laman degan bu xom xayol. Assalomu alaykum. Bugun bizda qobiliyatini daromadga aylantirgan navbatdagi qahramonimiz Laz Adhamov. Assalomu alaykum, xush Assalomu kelibsiz. Laz aka O'zbekistondagi noyob kadrlardan biri SAP kompaniyasini top menejerlarini direktori lavozimida ishlaganlar va shu bilan birgalikda Top Kontakt va Book Cafe loyihalari asoschisi. Men buni bemalol ayta olaman. Book Cafe bu O'zbekistondagi bugungi kundagi har bir tadbirkorni orzusi bu klubni ichida bo'lish, buni ichidagi o'sish darajasi, rivojlanish darajasini his qilgan tadbirkor bo'lishni juda ham xohlaydi, bir marta bo'lsa ham. Bu tomonlama havasimiz keladi. Aynan sizda qobiliyatingizni, imkoniyatingizni aniqlashda boshidan boshlaylik, nimaga siz bu narsalarga qiziqish borligini his qildingiz? Aynan qayerda, bolalikdan boshlasak? Chunki sizlarni bilamiz, davringlarda kompyuter asri bo'lmagan, texnologiya asri bo'lmagan. Siz lekin ITdan boshlab keldingiz bugungi kundagi shu darajaga. Odamda shaxsiyatini bir rivojlanishda va aniqlashda va o'sha mukammal qilishda ota-onani katta mohiyati katta bo'ladi. O'zidan o'zi bolani tug'ib qo'yish emas, unga to'g'ri tarbiya berish va ko'nikmalar berish va qobiliyatlarini ochish. Bu uchun so'kishadi ko'p SSR, sobiq SSR yomonida, lekin u yerda SSR shu Amerika bilan katta bir raqobatda edi va urush darajasida ular kim bir-birini yengish masalasida. Sport, ilm, fan hamma joyda. Bu uchun ikkalasi ham majbur edi bir talantlarni qidirish qobiliyati. Bu uchun yoshlikdan tug'ma qobiliyatlar bor va keyin o'stirilgan qobiliyatlar bor. Sport masalasida maktablarga kelib tekshirardi, qaysi boladan chempion chiqadi yoki endi bu yadroviy urush uchun juda ham qattiq fiziklar kerak edi, matematiklar kerak edi. Bu odamlarni hayotini yaxshilash uchun emas. Bu просто bu выживание, ya'ni yashash uchun kim birinchi davlatni yo'q qiladi va kimdir uchun himoya qiladi. Bu uchun juda ko'p fiziklar, matematiklar kerak edi. Shuning uchun to'garaklar bor edi. Dom pionerov degan narsalar bor edi. O'sha yerda kelsangiz, xohlasangiz kosmonavt bo'lishingiz, astronomiya bo'lardi, rasm, fotografiya, karting, raketa qilishlar, har xil to'garaklar. Va har bir maktabda SSR ham bilardi, miyada ikkita polushaviya bor, chap va o'ng. Bittasi mantiqaviy, logika, matematika, ikkinchisi esa shu ijobiy. Lekin mukammal inson yashash uchun, yangi ixtirolar qilish uchun faqat hisoblash kerak emas. Yangi ixtiro qilish uchun ikkita miyani ikki tomon ishlash kerak. Shuning uchun har bir maktabda musiqiy nimalar bordi, mashqlar. To'g'ri, chunki xayoldagi hamma narsani hayotga ko'chirish uchun mantiq kerak. O'z-o'zidan. Kerak va
yangi kashfiyot qilish kerak. To'g'ri. Bu uchun hamma imkoniyatlar yaratib berilganda, mana shu aytaylik, qaysidir qishloqdan kosmonavt chiqishi mumkin yoki To'g'ri. fizikaga moyil bola kerak. Biza uni faqat Moskvada tayyorlolmaymiz. Shu qobiliyatli bir chukcha bo'lishi mumkin, qozoq bo'lishi mumkin, latish bo'lishi mumkin. Mana shuni texnologiya bor edi, bularni aniqlash va tayyorlash. Bu uchun yoshlar uchun jurnallar bo'ladi. Yunni texnik, Yunni naturalist, texnika молодежи. Endi ota-onalar bundan, mana shu SSR yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanadigan ota-onalar bor edi. Foydalanmaydigan bor edi. Meni dadam ilm-fan kandidati bo'lganligi uchun, ayam oliy ma'lumotli vrach bo'lganligi uchun ular bizani har xil to'garaklarga berishga tayyor edi. O'zi bermasa ham o'zimiz qiziqish bo'lsa. Masalan, musiqadan kelib mani духовой orkestr bor edi. Tenor, alt degan musiqiy institutlar. O'sha yoqqa bordim. Masalan, nima qilasan, qo'y degan gap bo'lmasdi bizda oilada. Keyin biza makulaturani topshirib, noyob kitoblar uchun talon berilardi. Shu kitob olib berib edilardi. Ikkinchi aytaman, bu ota-onani bolalarga ertak o'qib berishi. Har kuni kech payt Haldanamiz kelib, biz shu 3 ta bola bo'lsak, bizaga har kuni ertaklar aytardi. Ertak aytish bu sizni anaqa bir sizga aytib beryapti, siz tasavvur qilyapsiz. Tasavvur Yo'q dunyosini narsalarni tasavvur qilyapsiz. Bu keyin kitob billa o'qish. Bola aytganini qilmaydi. Ota-onani harakatiga qarab harakat qiladi. Ya'ni ko'nikma o'rganiladi. Ochib bir 2-3 yoshgacha bu gubka. Hech narsani bilmaganligiga u tortib oladi. Menga klass kichikdaligimda dadam kandidatskini yoqlagani uchun juda ham ko'p kitoblar ustida ishlardi. Men buni ko'rganman va shu kitobsevarlik bu bo'lgan. Endi 3 bola ham har xil. Men kitob o'qishda nima deydi? Даже o'zimdan ichimdan emas, ko'zim yaxshi ko'rmaganligi uchun zaif bola bo'lganman va bir tug'ma zaifliklar bo'lgan. O'shaning uchun ko'chada ko'p o'ynolmasdim. Fizik, futbol, urush talash, ochkida birinchi partada o'tirasiz va sizni bu jamoa majburlab qo'yadi. Bu rolga tiqib qo'yadi. Keyin birinchi partada o'tirsangiz, o'qituvchi oldida bo'ladi. Bolalar orqada karta o'ynab o'tiraveradi, lekin siz Mas'uliyat majbursiz. ichida yashaysiz. Kontroldaligini Har his xil qilasiz. shu vaziyatlarni ichiga Xudo tiqib qo'yib, keyin shunaqa любопытный bola edim. Любопытство bu qadriyat, buni yo tug'ma bo'lishi mumkin, yo aytaylik, mana ibtidoiy jamoada bir olov ostida o'tirayotganda bir narsa qimillab qoladida yoki shovqin bo'ladi. Baxtli odamlar bir-birini quchoqlab olib, qo'rqqanidan olovga yaqin o'tirib oladi. Lekin bitta jinnilar bor, nima ekan u yerda deb boradi. Agar uni kimdir yeb qo'ymasa, bu yangi kashfiyot qilgan bo'ladi. Mana shu men tatib ko'radigan, nima ekan u yerda deb qorong'uga qo'rqiq bo'lsa ham bir qadam tashlaydigan bolalardan bo'lganman va shunga ota-ona поддержка berish kerak. Ya'ni xo'p, kitobga qiziqyapsan, mana senga kitob. O'yinchoqlar bersa, sen uni razbor qilib nima qilib kelyapsan, kuklani hamma yo'g'ini, oyoq qo'llarini anaqadan olib, ichida nima ekan deb, mana senga konstruktor yo'q. Shuning uchun menda ota-onani roli juda katta bo'lgan deb o'ylayman. Va keyin kasb tanlashda maktabni bitirgandan keyin 9-sinflarda shu kompyuterga jurnalni o'qib, kompyuter bo'lmasa ham daftarda programma qilib ko'rganman va shu ichki katta bir anaqa bo'lib qolsa, qobiliyatlaringiz ustida ishlasangiz, imkoniyatlar juda ko'p. Shunday chiqsangiz, bir xilgilar gullarni ko'radi. Chunki u yaxshi ko'radi hidlarni, gullarni. Ko'zi shunga qo'yadi. Ikkinchisi faqat pul qidirish bo'lsa, yerga qarab $100 ko'rib qo'yadi. Ana gulga qaragan odam $100 ko'rmaydi. $100 odam gul hidlardan mazza qila olmaydi. Bu shu birorta qiziqish bo'lib
o'ylab shuni bo'lsangiz, imkoniyatlarni ko'rganingizdan keyin muvaffaqiyat nima degani? Bu qobiliyat va tashqi imkoniyat birga to'qnashganda portlash bo'lib, muvaffaqiyatga erishgan odam bo'ladi. Bu. Mhm. Endi imkoniyatlar ko'p-u, qobiliyatingiz ustida ishlamagan bo'lsangiz, siz uni ushlay olmaysiz. Aytishadiki, Xizr buvani ushlab olish degan. Nima degani bu? Bu ichki ko'p yil ustida ishlab, sabr, muhabbat qo'yilgan narsaga sabr 2 xil bo'ladi. Qiynalgan sabr, chidamli, u qiynoq bilan sabr qiladi. Qur'onda sabrun jamil deyiladi. Chiroyli sabr. Ya'ni siz qiynalsangiz ham haligida maqsad bo'lganligi uchun maza qilasiz. Biron aytaylik, yosh qizni yaxshi ko'rib qoldi. Muhabbat qo'ydi. U 1, 2, 3 yil orqasidan yuguradi. 4 yil. Bu yerda qiynoq bo'lmaydi. Buni sabri ham muhabbati nimadan chiroyli bo'ladi. Xuddi shunaqa qobiliyatni o'stirganda o'zini yo'nalish ishini topib olsa, qiynalmaydi. Va pul kelyaptimi, kelmayaptimi, buni kapitalizatsiya qilyaptimi, daromad ikkinchi masalada har doim. Sizni temangizda daromadga aylantirish deyiladi-ku. Menimcha bu noto'g'ri bir nima qo'yilyapti bu yoqqa. Qobiliyati ustida ishlab, muhabbat qo'yilsa, buni ustida odam ko'p ishlaydi. Bir narsani ustida ko'p ishlasangiz, siz boshqalardan ko'ra shu ishda mukammal ustasi bo'lasiz. Siz hozir ixtiyoriy sabr bilan majburiy sabrni Shunaqa. tushuntirib beryapsiz-da. Ha. Lekin o'sha ixtiyoriy sabr yo'lida biz uni qiynoq deb qabul qilmaymiz. Og'riq deb qabul qilmaymiz. Oson yuramiz. Oson yo'l o'z-o'zidan uni muvaffaqiyatga va daromadga yetaklaydi. Ha, ikkita odam musiqaga boryapti. Bittasini ota-onasi majburladi, ikkinchisi esa bunga qiziqib bordi. Ikkalasi ham bir xil soat ishlayapti. Lekin imkoniyat bo'lsa-ki, bittasi musiqadan qochsa, Shunaqa. ikkinchisi imkoniyat bo'lsa-ki, ko'proq shu bilan shug'ullansa. Oxiri masalan, ikkalasi ham konservatoriyaga kirdi deylik. Mhm. Bittasi keyin bog'chada dars beradi musiqadan. Bittasi mashhur bastakor bo'ladi yoki Shunaqa. qanaqadir musiqachi. Chunki bu shu ikkalasi ham o'zini ustida ishladik. Ikkalasi ham ko'nikmasi paydo bo'ldi. Bittasi ishq muhabbat ustida, bittasi majburan. Mana shu paytda imkoniyatlar paydo bo'lganda, ikkinchisi majburan ko'rmaydi. Chunki xayoli boshqa joyda. Birinchisi ko'rib qoladi. Menda matematika va kompyuterlarga katta qiziqish bo'lganligi uchun shunaqa paydo bo'ldi. Shu darsda maktabga bittasi keldi, spes maktab bo'lyapti. SSR paytda kompyuterchilar tayyorlaymiz, programmistlar. Shu sinfda 30 ta odamning ichida biron bittasi bilmagan nima degani programmist. Hatto so'zni tushunchasi bo'lmagan. Mhm. Hatto spes maktab, matematikaga moyil bolalar kim degan 5-6 talarning ichida shu mana. Lekin mendan ham a'lochilar bor edi. Mhm. Nima u programmist, demak boshqa tramvayda boramanmi? Men qo'limni ko'tarib men dedim. Spiskaga tushib qoldim. Mhm. Toshkent bo'yicha 20 ta odam terib, biz maktabni bitirganda programmist bo'lardik 93-yili. Mhm. O'zbekistonda 1% bilardi nima degan, 1% emas, 0.01% nima degani. Shunda kompyuterchi bo'laman deganimda esimda bor. Rahmatli buvim dadamdan so'raganimda, bu nevaramiz kim bo'ladi deganda, kompyuterchi, programmist. Nima bu shu ham kasb bo'ptimi? Bu qizini beradimi shu odamga? Biron tuzum qurun anaqa institutga kirgizib qo'ymaysanmi deganda. Hattoki men maktabni bitirib shu matematikaga kiraman deganda testlar bo'lgan. Testlardan yiqilganman. Chunki men matematika va programmadan tashqari hech narsa bilmasdim. Xibiya va boshqa fanlarda. U yerda ball bo'lganligi uchun biza butun bitirganlar, ya'ni biz aytaylik 2-kurs matematikasini o'qiganmiz, lekin testdan yiqilganimizga meni sinfdoshlarim rus maktabida hammasi yetakchi Moskva va Peter universitetlariga kirishgan. Baumanovka, MFTI, MIFIlarga. Men o'zbek bo'lganligim uchun anaqa qoldim. Lekin oxiri baribir shu kompyuterchi bo'ldim-da. Mana shu
uzoq javob berdim, lekin Juda savol, tushunarli, juda tushunarli. oddiy bo'lsa ham javob, sal, boshqacha. Bu yerda, ko'p, Legoni terishda To'g'ri. nimalari bor? Bundan teriladi. Ota-ona, hattoki даже ota-ona dehqon bo'lsa ham, bolaga imkoniyatlar yaratib bersa, o'zi topib oladi. Ha. Faqat to'siqlab qo'yish kerak emas. Mhm. Biza dehqondik, san ham dehqon bo'lasan. Aha. Bor anaqa anaqa. Mayli, sigiri tegini, borib sutini olib, sug'orib qilsin. Ishni yoshlikda biza ham qilganmiz. Biz ertalabdan dadam qishloq xo'jaligiga moyil bo'lganligi uchun ketmonni ishlatardi. Lekin, bo'sh vaqt bo'lganda, topib olsa, bu yerda ham chegaralash kerak emasda. Ya'ni faqatgina, shu, qo'llab-quvvatlash kerak. Bu narsa qiziqdimi? Qilib ko'rsin, qilib ko'rsin, qilib ko'rsin. Bizada bir milliy, qadriyatlar deb bo'lmaydi, an'analar ham deb bo'lmaydi. Qanaqadir, xislatlar bor. Bu xato uchun jazolash. Bu yerda xato qilgan odamni hammasi hate qilib, odam qo'rqib qoladi. Ya'ni aybdor topish. Amerikada xato qilish bu kult. Mhm. Ya'ni qancha ko'p xato qilgan odam, shuncha tajribali bo'ladi. Qanaqa qilib siz tajriba orttirasiz, xato qilmasangiz? Tajriba bu xatolardan kelib chiqqan bir, muvaffaqiyatga erishgan odam. Bizani shu, sistemada odamlar xato qilishdan qo'rqadi. Ustidan kulishadi. Mana shu, bir muammo deb bilaman. Bir marta yiqilsa, qarindosh, yaqin, ota-onalar, bizani hozir yoshlar yetadi, ertaga oila quradi. Sizlar orzulariga, yetish uchun, misol, bolalarga xato qilsa qo'llab-quvvatlaydilar. "Voy, bo'lmadimi? Manda ham ko'p bo'lmagan. Kel, yana qilib ko'ramiz, yana qilib ko'ramiz." Va har xil tomonlama urinib ko'rish kerak. Musiqaga olib bordingiz. Olib bordingiz, qiziqmadi. Bo'pti. Bu to'garakka olib boramiz, sportga qilib ko'ramiz. Hamma tomonlama qilib ko'rganimiz uchun, birorta joyda qiziqish bo'ladi. Man o'ylaymanki, aynan shu vaziyatga ota sifatida siz o'zingizni munosabatingizni bildirasiz. Man farzandlarimga nisbatan kuzatuvchanlikda asli qobiliyati nimadaligini tushunib yetaman. Bu qaysi ma'noda? Kasb sifatida, bu o'qituvchi ekan, bu shifokor ekan emas. Melkiy motorikada bunisi kuchliroq. Bunisi fizicheskiy kuchliroq, giperaktivniyroq. Bu точно sportda o'zini ko'rsata oladi. Chunki uni kuchi unchunchaga tugamaydi. Yoki bunisida o'sha o'tirib yasash, boshqa robotexnika misol uchun qiziq. Ya'ni onani kuzatuvchanligi farzandni muvaffaqiyatini 50% ta'minlab beradi. Va shu sohadagi eksperimentlarga bolasini berishi bu zo'r bolaga To'g'ri. tezroq yo'l. Balkim shu, aytaylik, sportga moyilligini ko'ryapsiz-da. Berdingiz, qaysidir momentda odamni qoni almashdi. Mhm. Misol 15-16 yoshda tashladi-da, boshqa narsaga ketib qoldi. Mhm. Bu vaziyatda qabul qilishni bilish kerak. Aha. Nima qilasiz majburlab? Ertaga muvaffaqiyatga erishish uchun odam o'zini missiyasini topib olish kerak. Lekin qanaqa missiya 15-18 yoshda bo'ladi? Bu haqida o'ylamaydi. Lekin urinib ko'rish kerak hamma tomonlama. Chunki kelajakda bitta kasb degan narsa o'zi bo'lmaydi. Lekin men shunaqa hisoblaymanki, bola pozitsiyasida qobiliyatlari ma'lum bo'ladi va bu qobiliyatlar kelajakdagi muvaffaqiyati bilan ko'prigi bo'lishi kerak. Siz qaysi bolalikdagi qobiliyatlaringizni bugungi kasbingizdagi muvaffaqiyat ko'prigi deb bog'lay olasiz? Mana shu любопытство, qiziquvchanlik. Ikkinchisi bu, aytaylik, dadamni qo'yib berishi. Erkinlik. Xo'p, mayli, dadam shu agro sohasida, fanlar nomzodi bo'lgani bilan, agroga boraylik, chunki mani tanishlarim ko'p, karyera qilasan, ko'p mani, studentlarim katta nimalarda ishlaydi. Yo'q dadam, menga bu qiziq emas. Nimaga borasan? Matematika programmированиеga boraman. Bo'pti deb kompyuter olib bergani menga, yordam bergani. Keyin yoki misol sportga, men o'sha 12-14 yoshimda shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, SSR quladi.
ko'cha bo'lib qoldi hamma yoq. U militsiya ham, SNB ham yo'q edi. Faqat ko'cha edi. Shu paytda faqat urush talash edi ertalab kechgacha. Men o'shanda anaqa taekvondo, karate boraman desam, aniq bilardim, ayam vrach bo'lganligi uchun, ko'zim yaxshi ko'rmaganligi uchun taqiqlab qo'yardi. Keyin shunga dadamga kelib, sportga bormoqchiman. Bo'ldi dedi, shu paytda spravka kerak edi. Hozir hech kim seni so'ramaydi. U paytda spravka qilish kerak edi. Borib poliklinikada gaplashib, narsa qilib spravka qilib bergan. Ya'ni qiziqdingmi? Bor. Sinab ko'r. Sinab ko'r. Shu oyiga sportga qanaqadir pul kerakmi, borib kechasi ertalab kechgacha sport, chunki chiniqtirib, o'zimni Suvorovlarni o'qib, ertalab bomdoddan keyin 1-2 kilometr yugurib, o'zim ustimda, ya'ni shakllantirish. Даже sizga tabiat tomonidan bu narsaga cheklov qo'ygan bo'lsa, odamni anaqasi bo'lsa, ichida sila voли, o'zbek tilida nima bo'ladi? Shu shakllantiradi. Chunki siz xafa bo'lasiz. Travma detstva degan hozir bor, yoshlik travmalar. Bu juda ham yaxshi narsa. Bular energiya beradi. Siz kalti yurganingizdan keyin anaqa bo'ladi, sizda jahl chiqadi. Na prinsip boshqalar haftada 3 marta trenirovkaga borsa, men 3 marta emas, har kuni ertadan kechgacha mashq qilib, odam o'zini yangi lazzatida shakllantirdi. 16-17 yoshiga. Sport, endi mana biz musiqa haqida gapirdik. Uchinchisi eng zarur va kerakli narsa sport. Nimani sport beradi? Oddiy hayotda maktabda 5 olish yoki 3 olish bu rag'batlantiruvchi bitta anaqa emas. 5 olish kimdir o'chiradi. Lekin yutuvchi, ya'ni winner ingliz tilida deyiladi. Buni his qilish, ya'ni qachondir siz bir narsani oldingizda, jamoani ichida birinchilikda oldingiz, mana shuni narkotik kayfi bor, dopamin va hokazo. Buni faqat sport beradi. Chunki oddiy maktabda fizikadan olimpiadadan yutish uchun sizda tug'ma qobiliyat bo'lishi kerak. Bo'lmasa iloji yo'q. Bo'lmasa juda ham katta ustingizda ishlab, baxtli bo'lasizmi bo'lmasa, agar bunga moyillik, qobiliyatingiz bo'lmasa. Lekin sportga kimdir qobiliyatligidan olmaymiz. Biz aytamiz, "Любой bola sportga bersangiz, buni majburlash kerak va yoshlikdan bolalarga qaysi to'garakka farqi yo'q. Gimnastika bo'ladimi, suzish bo'ladimi, bu chiniqtirish, bu aniq sog'liq uchun kerak. Professional sport sog'liqqa zarar. Biz aytyapmiz, yoshlikda hali bo'ladimi bu sportsmen, bo'lmaydimi noma'lum, lekin sportga boradi. Mana shu yerda unga yordam berib, qaysidir sportga boylikni ko'rib, birinchilikni olgandan keyin odamda mana shu anaqasi bo'ladi, birinchilikni olish kayfi. Va bu narsani hamma sohada birinchisi Va bo'lish. bu unga intiladi. Ertaga savdodagi bo'ladimi, mana sapda 3 marta 130 mingta xodim ichida dunyoda 1% olishadi, 1000 tani. Shu mingtalikka intilib 3 marta yutib olganman. Nimaga? Mana shu intilish, birinchilikni olish, sport eng yaqin yo'l beradi buni. Hatto shu jamoada birinchilikni oldingiz, keyin rayonda oldingiz. Xo'p, respublikada olmadingiz. Men respublikada olmaganman. Toshkentda bir yutib olganman, 2-o'rinda olganman. 2-o'rinda olganingizda haligi birinchilikka intilish, bu hislar programma ichiga qo'yiladi. Shuning uchun sport muhim. Hozir tem bo'ldi bizning davlatni siyosati shu imkoniyatlarni yaratib beryapti. Yangi anaqa bizlar uchun juda muhim, olimpiadada yutib olish uchun. Shuning uchun davlat hamma hududlarga sport majburlarini qurib tashlayapti. Tadbirkorlarni majburlaydimi boshqa narsa, lekin bu mana shu hali onglamaydi ko'plari. Hokimlar ham bilmasligi mumkin. Tepadan qilishni qilib qo'ydim, lekin qancha yoshlar balkim olimpiada bo'lmas, lekin birinchidan sog'lom bo'ladi, ikkinchidan intiluvchi bo'ladi. Menda mana shu narsalar ligaga o'xshab qo'shilib borgan, shakllangan. Endi sotish masalasida kelganda, menimcha bu ham tasodifiy narsa. Kompyuterchi bolalar introvert bolalar bo'ladi. Odamlar bilan noqulay gaplashish. Chunki biz o'zimizni nimamizda yashaymiz. Men bunaqa deb o'ylamayman sizni. Men hozir aytib beraman nimaga unaqa bo'lganimni. Buni chegarasini nima bizda deydi-ku. Introvert degani
biza boshqa sayyorada yashaganligimiz uchun oddiy odamlar bilan gaplashish qiyin. Mhm. Miya boshqacha ishlaydi. Gaplashishni ham xohlamaymiz. Chunki kompyuter biza aytganimizni qilamiz. Biz u yerda bir pirmizda, biz u yerda o'zimizni dunyomizni yaratib qo'ydik. O'zimizga o'xshagan odamlar bilan ham o'sha paytda endi va shunaqa bo'lib qoldi. 18 yoshimda bitta qiz yaxshi ko'rib qoldim. Mhm. A, Zo'r joy keldi. 4 yil, 5 yildan ko'p shu faqat Intildingiz. intildim. Mhm. Chunki juda qaysar qiz edi va 3-4 yil inkor qilardi. Lekin uni ustida men nima manda не то masalan, nima qanaqa manda nuqsonlar bormi yoki boshqa narsa. Keyin bu paytda o'zim ustimda ishlash, ya'ni psixologiya, odamlarni munosabati, bu hamma meni o'qishlarim mana shu yangi cho'qqina zabt etish, ya'ni shu qizga uylanish masalasida ketuvdi. Hozir bizani 3 ta bolamiz bor. Zo'r-ku! Uylangansiz. Ha. Baribir. Baribir shu 24 yoshda. Qoyil. Bu 19 yoshdan oldin boshlagan bo'lsak, bu Bu 4-5 sportdagi yillik dopaminni oqibati emasmi? yo'q, bu shu muhabbat, haligi bo'ladi-ku rus tilida любовь с первого взгляда. Zo'r. И buni ustida ishlash uchun psixologiyadan, ya'ni odamlarni munosabati, man kimman, nimalar o'qib chiqmadim. Jungdan boshlab katta NLP va hokazolarni o'qib, keyin u boshqa shaharda turardi. Baribir endi yoshlikda yurardi, eslidiki, diskotekalarga borib, o'zimni nima deydi, haligi korol вечеринок deydi-ku. Unga tushishni ham bilmaydik-ku aytishdinglar. Endi keyin shu klublarda anaqasi, endi anaqa celebrity'ga aylanib, keyin shu men normalniy bo'laman. Aha. Odamda o'zida anaqa bo'ladi keyin, уверенность. Qoniqish. Вообще zo'r ekanman-u. Zo'r ekanman deganingizda уже qiz ham buni ko'radi-da. Aha. Demak, siz o'zingizga bo'lgan ishonchni Ishonchni. tiklaganingizda, u ham sizga ishonishni boshlaydi. Shunaqa. Zo'r. Вот. Mana bu yerda men o'ylayman, sotishda psixologik odamni o'qish, tushunish judayam bir kerakli ko'nikma bo'ladi. Menga bu ko'nikmalarni o'rganishda mana birinchi muhabbatim sababchi bo'lgan. Qo'ying. Zo'r. Keyin o'sha shu kompyuterchi bo'lganimda ham odamlar bilan ishlash, gaplashish, qiziq bir hikoyalar aytib, ko'p narsalarni o'rganganman va keyin shu bir paytlar SAP O'zbekistonda direktorini tanlaganda shu jihatlarda qaragan. Bu qiziquvchanlik, bu sportda birinchilikda egallashni o'rgangan, zo'r собеседник va qiziq inson. Mana shu ko'p narsalarni olgandan keyin u SAPga o'rgatib yuboradi, olib boradi, tashiydi Germaniyaga, o'rmonga 2-3 hafta, har yili sizni 2-3 hafta oylab tarbiyalashadi. Bu yiliga 20-25 ming dollar sarflaydi o'qishingizga kompaniya. Dunyoning har xil joylarida. Buni o'rganib olsa bo'ladi. Bunga sizni imkoniyatlaringiz, qobiliyatlaringiz bo'lishi kerak. Shunga yana qaytamiz, duch kelamiz. Endi faqat hozir men уже 25 yoshman, 30 yoshman, qobiliyatingiz baribir bor, uni ustida ishlash kerak. U o'lmaydi. Uni biz esimizdan chiqaramiz. Endi u uchun kech degan narsa yo'q. Bunga sizni ishontirib qo'yishgan, что kech. Ограничивающее убеждение bor, ya'ni bu aqida такой. Yo'q, bo'ldi. Bolalaring bor, tirikchiliging bor. Xuddi shu, Bu o'zingizni ishontirib qo'ygan holatlar. Bunaqa emas. Men ko'p bilaman shunaqa keyslarda odamlar pensiyaga chiqib, mana masalan Beeline degan kompaniya bor. Taniqli, katta, Wimpelkomda. Bu bitta muhandis pensiyaga chiqqandan keyin garajda boshlagan kompaniya Rossiyada.
50dan 60dan keyin boshlagan kompaniya. Hayot tajribangiz bor. Ko'p narsaga uringansiz. Faqatgina nima qilish kerak? 1 soat oldin uyqudan turish kerak. Mana sizga mana qadrki 1 soat. Baribir Instagramda o'tirib, scroll qilib o'tirasiz. O'sha 1 soat vaqt oladi taxminan kuniga. Kamida uni olib tashlang. Endi buni olib tashlash uchun nima kerak deganda, biza boshqa bir tema bor, oliy maqsad, missiya. O'shani topib olgan odam vaqt topadi. Hop, sohaga keladigan bo'lsak, SAP sizni tanladimi yoki siz SAPni tanladingizmi? SAP tanladi. Men unchalik ishonmaganman o'zim. Kirishingizga. Kirishimga, Boshlashingizga boshlashimga umuman bu SAP O'zbekistonda muvaffaqiyatli ishlaydimi, yo'qmi? Chunki men o'zim programmist edim. Menda shu anaqa bor edi. Ограничивающее убеждение, shu so'zga qaytamiz. Bu ya'ni chegaralovchi uydirma fikrlar, убеждение, uydirma fikrlar bo'ladi, bo'lmaydi, siz bilmaysiz. Lekin biz shundan yashaymiz. Lekin ular aytdi, qilib ko'ramiz. Sen qiziquvchan bo'lasan-ku. Keyin nihoyatda vatanni sevasan. O'zbekistonda. Biz buni bildik. Biz o'ylaymizki, SAP seni O'zbekistonda rivojlanish uchun katta imkoniyatlar beradi. Ki atrof muhitni o'zgartiramiz birga. Bular menga shu oliy maqsad degan narsani ochib berishdi. O'zbekiston tadbirkorlarini yangi qirralarga olib chiqamiz. Dunyoni bo'lgan tajribasini seni kallangga berib, birga O'zbekistonda katta korporatsiyalar qilishga, davlat kompaniyalarini o'zgartirishga yordam beramiz. Shu missiyani olaylik birga dedi. Men bilmayman-ku, sen o'zgartamiz dedi. Oylik olaversan, o'qitamiz dedi. Как стипендия. 15 yil oldin $2,500 katta pul edi. Oho, конечно, katta pul edi. 2,500 oylik plan yo'q. Faqat 6 oy o'zing shunaqa narsa bor. Rus tilida bu aytadi, внутренняя мотивация. Motivatsiya bu, masalan, men buni qilsang, senga beraman. Qilmasang kalta yeysan. Ikkita yo'li bor. Rag'bat va jazo. Rag'bat va jazo. Buni deb majburan biza odamlarni rivojlantiramiz. Men buni o'qimasang, masalan, ishxonada aytadi, men buni treningga bormasalaring, premiya olmaysizlar. Aytaylik. Yoki qilsalaringiz premiya olasizlar. Men buni qilmasalaring, shtraf bo'lasizlar. Bu uchun biza majburan rivojlantiramiz. Lekin bu oddiy xodimlar uchun. Standart. U rivojlanishni ham xohlamaydi, lekin biza kompaniyada biza baribir yangi qoida chiqdi, o'rgatishimiz kerak. Bu uchun odam o'rgangisi yo'q, biz majburlaymiz. Har xil tomonlama. Lekin shunaqa insonlar bor, juda ham kuchli ichki motivatsiyasi bor. Ularga bu orqadan, oldindan kerak emas motivatsiya. Motivatsiyani omili nima? Men bu savolga javob bilmayman. Lekin shuni meni bosimdan so'raganman ancha yildan keyin. Nimaga meni tanlading deganda, kompaniya juda ham ko'p pul va vaqt sarflashi mumkin odamni rivojlantirish uchun. Lekin ichki motivatsiya bo'lmasa, bizaga winnerlar kerak, ya'ni yutadiganlar kerak. Yutishganda biza albatta pul va boshqa narsalarni beramiz. Haligi medaldan tashqari ham kvartira, Malibu beriladi. Lekin aytgan Gagarin shu kvartira uchun uchmagan-u. To'g'ri. Gentra uchun uchmagan. Cho'qqiga chiqqanlar gentra uchun qilmagan shuni. Gentra uchun qilganlar shu aytaman, majbur o'zini qiynab qilishadi. Bu ichki motivatsiyali odamlar imkoniyat yaratib bersang, qobiliyatini ustida chavandozdek ketadi. Gap otda emas.
intervyungizda eshitgandim. Siz aytgandingiz, shu aynan programma "O'zneftegazmidi?" Shunga qayta-qayta borganman. Ha, Har 10 yil. rahbari o'zgarganida yana qaytib Yana borganman mana sota degandingiz-da. qo'yolmadik yoqqa. Men shunda odam har safar shu joyiga borganida undan rad javobini olishini bilib yana qayta urinib ko'rish uchun uni ichkarida qancha kuch bo'lishi kerak degan narsani mana o'shanda o'zimga savol shaklida bergan edim. Qaytamiz, odam shu inson qizni yaxshi ko'rib qoldi. A, Anaqa bir jinsiy ishq emas, именно вот bu ruhiy qanaqadir. bog'liqlik. 4-5 yil boradi-ku. Layli va Majnun. Mhm. Layli ismi qolgan, bilamiz. Majnunni ismini bilmaymiz. Chunki u ishq ustida o'zini yo'qotib qo'ygan va Ha, ismini ham yo'qotib qo'ygan. ha. Bu shu muhabbat haqida gap ketyapti. A, biror bitta shu ishni topib olsangiz, o'zingizni o'rningizni, missiyangizni, mana shu yerda qanaqadir ichki katta motivatsiya bo'ladi. Ichki motivatsiyadan bu mana shunaqa bir yoqilg'i ketdi. Nafs ham shu ustida ishlaydi. Shundan kayf qiladi. Kimgadir aytyapman, pul bu shu medaldan keyin keladigan narsa. Bunga qarshi fikr ham borda. Misol uchun, men maza qilyapman, o'sha ishdan lazzat olyapman, tushunyapman, bu menga yoqayapti. Siz aytgandek o'sha ichki yoqilg'im ishlayapti, lekin qaysidir moment keldi, men tushunmaydigan holat, vaziyat yoki savol paydo bo'ldi, qiyinchilik paydo bo'ldi. Shu joyda endi meniki emas ekan bu joyi deb odamlar qarshilikka nisbatan meniki emas xuddiki munosabatida Bu bo'ladi. ham to'g'ri. Hayot oddiy emasda, oddiy savol, oddiy javoblar bilan ko'p qirrali narsa. Kompaniyalar har xil darajada, har xil madaniyatlarda o'sadi. Mhm. Oddiy birinchi oila bo'ladi, keyin sekin-sekin tanish-bilishlar orttiradi, keyin qarasaki, oddiy farmoyishlar emas, bizga protsesslar qo'yishimiz kerak. Mhm. Yosh bola o'zini nima qila olmaydi, anglamaydi ham va kontrol qila olmaydi. Keyin sekin-sekin unga o'rgatamiz, hamma joyga siyish mumkin emas. Boshida u xohlagan joyda qiladi. Bu to'g'ri. Xohlagan narsani Mhm. yeydi, hamma narsani tatib ko'radi. Keyin bir joyda jazolanib, bir joyda rag'batlantirib, bir joyda achchiq bo'lib qolib, u kontrolga tushadi. Mhm. Kontrolga tushgandan keyin qoidalar paydo bo'ladi. Mhm. Qoidalar stolga o'tirishdan oldin qo'lingni yuv. Anaqa tualetga boraman deb anaqa signal ber. Mhm. Keyin o'zini kontrol qilgandan keyin qarasaki, oilaviy qoidalar paydo bo'ldi. Ha, aha. Ya'ni man va boshqalar, man bularni orasidaman. Keyin jamoaviy qoidalarga Mhm. turadi. Ertalab turgandan keyin nima qilish kerak? Salom berish kerak, bunaqa qilish kerak, uzr anaqa ruxsat so'rash kerak. Bir narsani olib bering deb yig'lash kerak emas, boshqa bir yo'l. Mana shu firmalar ham xuddi shunaqa rivojlanadi. Mhm. Qoidali bo'lgandan keyin mana shu bu kultura, ya'ni madaniyat, kultura uspexi, ya'ni muvaffaqiyat. Muvaffaqiyatga erishadigan odamlarni ishga oladigan. Ha. Qarang, Mhm. birinchi kompaniyada quloq soladigan odamlar kerak. Men bossman, men sizlardan yaxshi bilaman nima bo'lishi kerak. Menga qiziquvchan, xato qiladigan, yaqa-baqa yuradigan kerak emas. Menga quloq soladiganlar kerak. Bu moyillik. Mhm. Bu yerda mana shu aytaylik, g'amxo'rlik kompaniyalari deymiz. Mm. Ota biladi, pastdagilar faqat quloq solishi kerak. Mhm. U biladi kimga sotish, qanaqa chegirma berish, kimdan sotib olish. Keyin lekin bu kattalasha olmaydi. Mhm. Mhm. Keyin Otagacha yashaydi. otagacha yashaydi. Keyin u aytadiki, bo'ldi, qoidalar qilib qo'yamiz, chegirma berish qoidasi. Mhm. Sotib olish, sotish, tannarxini hisoblash. Qoidali kompaniya qilganingizda siz qoidaga rioya qiladigan odamlarni olasiz. Ha. Boshqalar kerak emas. Ha. 9 da keladi, 6 da ketadi, keyin bor, u yerda kreativ qiladiganlar yasha olmaydi. Bu chopilib ketadi. Bo'g'iladi-da. Shunaqa odamlar bor yoshligidan, payatgali odamlar deymiz. Mhm. Ularga nega ularda kechagi kun bilan bugungi kun farqi yo'q. Disiplina bo'lsa Disiplina bo'ldi. bo'lsa, shunaqaga shundan maza qiladigan odamlar bor. To'g'ri Shu bu. yerda karyera qiladi. Direktor ham kim? Hamma narsani to'g'ri qiladigan.
Lekin da. bunaqa kompaniya ham o'sha darajasi bor. Dashti kerak, xatolar, eksperimentlar, bizga kimlar kerak? Qoidani ham sal buzsaga muvaffaqiyatga erishsam bo'ldi. Birinchi kompaniyada ishni to'g'ri qilish kerak. Ikkinchi darajada muvaffaqiyatga erishishim kerak, to'g'ri-noto'g'rini, lekin qoidalarni ba'zi yadro qoidalarni ushlab turamiz. Aha. Qadriyatlar degan narsani. Men muvaffaqiyatga erishaman, lekin pora bermayman. To'g'ri. Yoki ekologiyani buzmayman. Mana shu muvaffaqiyat kompaniyani ketayotganda bunda ham chegarasi bor. Patologiya nima? Выгорание degan so'z bor. Odamlar muvaffaqiyatga erishayotganda nihoyatda katta stress. Siz har doim birinchilikni olishga harakat qilishingiz kerak. Chunki pastdagilar chopiladi. 10 yildan keyin menga xat keldi. Lazat Hamov, siz 10 yil bilan bizdasiz. Yana boshqa anaqa qirralarni birga qilamiz. Biz ketdi anaqa qo'yapmanda, ichimda anaqa tashnit nima deydi? Jonga tegdi. To'ydim, jonga tegdi. Men charchadim kurashishga. Patologni Birinchilikni ushlaganingiz uchunmi yoki ular har doim shunga rag'batlantiradi-ku. Pastdan chopiladi, tepaga har doim o'sishingiz kerak, o'sha birinchilikni olishingiz kerak, plan ko'payaveradi. Odam charchaydi. O'zi keyin o'qisam, bular korporatsiyalarda anaqa жизненный sikl bor, ya'ni yashash anaqasi sikli bu 5-6 yil. 5-6 yilda kuyib gumdon bo'lar ekan, ketar ekan. Men 10 yil chidabman. Ortig'i bilan, shuning uchun. Ortig'i bilan. O'sha zahoti zaylini oldim. 3 marta Everestga chiqdim, 4-marta kerak emas. Menga kerak emas. Chunki men o'rta karyera qilganim yo'q. O'sish uchun O'zbekistondan ketib, siz bir SNGni yoki Yevropani bir direktori bo'lishingiz kerak, yoqqa ketishingiz kerak. Bilmay 10 yil o'tib ketdi. Men nimadan mahrum bo'ldim? Nimadan? Bolalarni katta bo'layotganini ko'ra olmadim. Men уже shunday bir zumda, как раз qizim birinchi sinfga kirayotganda men sapga kirgan bo'lsam, maktabda bitirdi, Germaniyaga ketdi. Yana 10 yil yo'q. Yana mana qarasam, mana o'shanda 12 yoshida, 12 yoshli bolam. Shuni maktabga olib kelib, kechasi birga ovqatlanib, mazza qilish uchun men sapda bo'lsam nima qilmayman. Lekin Maslow piramida bo'yicha pullarni ishlab oldingiz, $1 million qildingiz. Nima keragi bor pulda agarda men oilamdan mazza qilmasam? Xohlagan paytimda borib Germaniyada qizimni ko'rmasam, hozir misol 15 martda oxirida borib biz Yevropada plan qilib qo'ydik misol. Har yili 2-3 marta biz har joylarda boramiz. Chunki men ozodman, erkinman. Erkinlik xohlayman. Mana shu yerda kompaniyani yana tepadagi kompaniya bor. Shunga yaratib beradigan. Bu madaniyat, kultura возможностей deyiladi. Bu Google. Xohlagan paytda ishga kelasiz, xohlagan paytda ketasiz. Muvaffaqiyat degani bu dunyoni o'zgartirish. Pulda muvaffaqiyat emas. Bu kompaniya sizga nima muvaffaqiyat? Ko'p sotasiz, ko'p pul keltirasiz, o'zingizga olasiz, bonus. Hammasi pulga taraqqi qilib qo'yganda. Lekin bu masalalar yechilgandan keyin men o'zi yoshlikdan pulga orqasidan yuguradigan bola emasman. Mana shunaqa aldab, qog'ozdan ko'rsatib qo'yib 10 yil yugurdim. Shukr qilaman, haligi boy bola bo'ldim. Lekin bir kam dunyo. Hech qachon hamma narsani mukammal olib borish yo'q. Bitta narsani. Lekin bu qonuniyat-ku baribir. Nimadir olish uchun berishimiz kerak. Busiz iloji yo'q-ku. Bu uchun mana yangi kompaniya, startaplar, yangi turli kompaniyalar paydo bo'ldi. Zavod, fabrika emas, ya'ni yangi iqtisodiyot, bu experience economy, taassurot iqtisodiyoti. Taassurot iqtisodiyotida dizaynerlar, startaplar kichkina harakat bilan katta natijalarga erishish mumkin. Masalan, aytaylik, bizda PayMe 5-6 yil ichida bolalar 114 millionlik anaqa kompaniya qilib sotib,
hammasi 5-6-10 milliondan Ha. chiqib ketishdi. Bu endi Bu payt biznes modellarni to'g'ri tanlab, kichkina pul bilan ham katta muvaffaqiyatga chiqish mumkin. Lekin bugungi kunda siz kimsiz? man hozir как раз oqsoqolman. Bizani oldinlari oqsoqollar malaka yurishardi. Tugunlarda terib olib. Hozir podkast yurishadi yoki shu anaqa motivator treninglar bo'lib. Man hozir o'zimni proyektlarimga investorman va advisory board degan narsa bor, ya'ni maslahatchi. Maslahatchi bu ertalab kechga ishlamaydi. Biror bitta muammo bo'lsa chaqiriladi va nima beradi, shu tavsiyalar beradi. Chunki nima bor? Audit masa? Yo'q, audit emas. Audit bu mas'uliyatli ish, bu kelib kontrakt bo'yicha yana qog'ozlar tizib ishlash kerak. Bu kompaniya aytadi, biz ham bunaqaga kirmoqchimiz. Larzaga siz bundan ham bunday kompaniyalarda ishlagansiz. Prognoz urib berasiz ularga. Bunaqa qilinglar, mana bitta bunaqa qilinglar. Keyin hozir shu sotish masalasi bo'yicha kommersiya direktor yoki tadbirkorlik fikrlash. Chunki men SAPda ishlaganimda nimada siz faqat eng boy odamlarga sota olasiz. Kontraktingiz milliondan kam emas. 3, 5, 10 million, 20, 30 million dollar. Odamlar oxirgi pulini sizga bermaydi. Undan birini sizga beradi. Bu degani multimillionerlar bilan gaplashasiz. O'zbekistonda tanilgan millionerlarning soni 5, 6, 10 ta. Tanilmaganlari yana 100 ta. Ko'plari faqat tanilganlar, nima deydi, baqilar xo'p deb chiqadi efirga. Ko'pchilik bildirishni xohlamaydi, bilmaydi. Lekin siz o'shalarga ham sotgansiz. Ularni fikrlashi, tadbirkorlikda fikrlash uchun men Skolkovada $30,000 7 yil oldin sarflab, o'sha paytda hammasi Malibu yoki Captiva'ni puli edi, $25-30,000. Men oxirgi shu pulimni Lasetti'da yurgan bo'lsam ham, borib bu kuniga $1,000 o'qish. Skolkovada biznes tadbirkorlik bo'yicha номер 1 maktab. Chunki borib o'qib, keyin tadbiq qilib, mana shu bilimlarni o'zbek tiliga bitta kurs qilib, agar hali xohish bor, energiya bor, shu hozirgi paytda men hozir ham izlanuvchiman. 10 yoshda ham izlanuvchi edim, 20 yoshda ham, 30 yoshda ham, hozir 49 ga kirgan bo'lsam, hali ham shu explorerman, izlanuvchi bolaman. Hozir gapingizdan eslagan bitta narsam bor. Intervyuingiz birida aytgansiz, men tadbirkorim bilan mahsulotimni sotishim uchun uni darajasiga chiqaman. Golf o'ynayman, opera eshitaman, uni qiziqishlari, unga yoqadigan narsalarni urfiniga chiqaman va unga o'rtoq bo'lib, uni tushuna olganim uchun unga sotaman degan informatsiyangizni eshitgan edim. Shu joyda menda savol paydo bo'lgan. Muvaffaqiyatli insonlar, mashhur insonlarda muvaffaqiyatning darajasi har xil-ku. Kimdir mashhurlik bilan, kimdir pul bilan, muvaffaqiyatli insonlarni men tanigan, bilganlarini deyarli hammasi san'at bilan bog'liq hobbisi bor. Yoki bor edi. Bor edi. Shaxsan o'zim rassomchilikdan chiqqanman. Yonganman. Monumentalniy живописni bitirganman. Oliy ma'lumotli rassom sifatida. Lekin shu ijoddan kashfiyotlar paydo bo'ladi. Ixtirolar paydo bo'ladi. Yangiliklarga qo'rquv pasayadi va hokazo. Va buni hammada ko'rdim. Kimdir musiqada juda ham qattiq qiziqgan, kimdir rassomchilikda qiziqgan, kimdir yasaydi, kimdir mozaika qiladi, kimdir musiqa, Bach, Mozartlarni analitikasiga kirib ketadi. O'zi ko'chada ko'rsangiz yoki bir mashhur fermer bo'ladi, yo aytishnik bo'ladi, umuman teskari soha bo'ladi, kontrast bo'ladi. Nima uchun ijod muvaffaqiyatni kaliti sifatida qolyapti? Chunki mantiq va matematika aniqlikni yaxshi ko'radi. Ijod bu noaniqlik. Zo'r javob bo'ldi. Musiqa bu do, re, mi, fa, sol, la, si emas faqat. Do bilan mini orasida mingta yozilmagan bor.
Keyin ko'p bir xil odamlardan garmoniya degan so'z, bilmayman o'zbek tilida qanaqa bo'ladi. Birlashuv. Birlashuv deganda, garmoniya deganda bir-biriga o'xshash deb noto'g'ri anaqa boradi. Garmoniyani Wikipediyada ham o'qisangiz, bu xilma-xillikda yoki qarama-qarshilikda birga bo'lishi. Endi tushundim. Masalan, Aha. musiqada aytaylik, qaranglar, mana ozgina tushunadiganlar nota bilan aytganda do, re, mi, la, mi, sol, fa deganda mi bilan lani orasi katta. Lekin mana shu notalar bir garmoniya musiqa beradi. To'ppa-to'g'ri. Bitta mi bo'lib qolsa, biyi postlab ketadi. U Eshitolmaysiz. boring, skучно, eshitolmaysiz. Mana shu xilma-xillikda ijod noaniqlikda siz ijod qilayotganda natija nima bo'ladi bilmaysiz. Zo'r javob berdingiz. Maza qildim shu javobingizdan lekin. Qarang, даже nimada madaniyatni rivojlanishida oldin madaniyatni cho'qqisi bu natyurmort yoki qanaqadir peyzajda точный xuddi shunaqa qo'yib berish. Chunki fotografiya yo'q edi-ku. Ko'chirish. Masalan, утро сосновом бору, biz mishki в лесу deymiz. Menga qaraganda qaysi ayiq, ona shunaqa zo'r bergan, va deysiz. Bu manaqa. Lekin bu cho'qqisi edi san'atda. Keyingi cho'qqisi bu nima? Malevich cho'rniy kvadrat. Hammasi ham chiziqladi. Lekin bu birinchi olib nima aytdi? Diktatura, ya'ni men aytganimni, ya'ni hayotda qanaqa ko'rsam ifodalab berdim, sizlarga ko'rsatib berdim. Modern art nima degani? Men bu narsani qildim, 10 ta odam buni qarab, 10 xil ta'riflab beradi, hammalaring haqsizlar. Bu meni ko'rishim. Malevichda 20 ta odam 15 minut ko'rsa, 20 metrdan, 20 minutdan keyin uni jin devlari chiqib, ichki refleksiya bo'lib, hammasi har xil narsani ko'rishni boshladi. Ko'rinmaydigan birinchi. Mana bu abstrakt. Bu abstraksiya nimaga olib keldi? Telegram yo'q narsa, o'sha bo'lmaydi. Sotsial tarmoqlar yo'q narsa, bu уровень abstraksiya. Kompyuter o'yinlar, odamlar kirib ketyapti, o'ynaydi. Buni bilmaydiki, agarda kvadrat Malevich birinchi piksel ekranda bo'lmaganda. Ha, tushundim. Bu bo'lmas edi. Mana shu san'atning roli aytaylik. Bu ham rivojlantirib, abstraksiyani ikkinchi o'ringa olib chiqdi. Futbolka $5, qanaqa qilib ustiga zarar yozib qo'ysangiz $20 bo'ladi. Ha. Nimaga zararni o'rniga Boss deb yozib qo'ydingiz, 50 bo'lib qoldi. Nimaga Bossni o'rniga Fendi deb yozib qo'ydingiz, $200 bo'ldi. Futbolka o'zgargani yo'q. Unga munosabat o'zgartirdi. Nima o'zgartirdi? Shrift o'zgartirdimi? Brend. Nima bu brend? Bu abstraksiyani yangi to'lqini. Bu abstraksiyaga olib chiqish uchun bizda chegaralarni olib tashlashimiz kerak. Afsuski, bizda eski an'analarimiz mahallani tarbiyalashi, odamlarda bir xil kiyinib, bir xil tarzda tug'ilib, ya'ni asli marosimlar, keyin to'y qilib o'lib ketishi abstraksiyani fikrlashni to'xtatib qo'yapti. Bu O'zbekistonda an'analarini abstraksiyaga cheklab qo'yuvchi bir omillar. Bundan qachon chiqib keta olsak, bizda ham keyin shunaqa brendlar paydo bo'ladi. Demak, standartdan chiqish uchun bizga noaniqlik kerak. Noaniqlik bu ijodda ochiladi. Odam o'zining chegarasini buza oladi. Shunaqa. Bu meni fikrim. Balkim zo'r kommentariyalarda aytinglar, yo'q, Lahzaka, haqiqatdan bu buzg'unchilik, bu bundan keyin anivi har xil oqimlar paydo bo'ladi, LGBT paydo bo'ladi. Yo'q, biz qadim an'analarimizni ushlab turishimiz kerak. Ota-onalarni hurmat qilib, kattalarni gapiga quloq solib, andisha degan narsani ushlab turishimiz kerak degan masala bo'lishi mumkin. Lekin andisha bu quloq solib, o'zini fikrini gapira olmaslik. To'g'ri. Lekin shunaqa andishalikda tarbiyalangan inson, balkim diktatura oilada shunaqa zo'r qaynana-qaynotanalar gapiga quloq solib, qorani oqni qora desa xo'p deyishlik. Lekin ishxonaga keldingiz. Sizga boss aytyapti, mana bunaqa qilish kerak. Siz bilasiz, bu noto'g'ri yo'l. Qanaqa qilib aytasiz buni? Andisha qilyapsiz-ku. Ha? Xo'p. Endi sizdagi mana shu
bu hamma tabiatda bor, hamma insonni ichida bor. Bu telba bola, telbalik, telba fe'l, telba nimadir-da. A, ya'ni o'sha chegaralarni buzuvchi o'y-xayol bor hammani ichida. Biz buni telbalik deymiz. Bundan chiqdimi, uni telbaga chiqaramiz. Sizni ichingizdagi telbani tirik qolishini manbasi nima? Bilmayman, ошибка DNK anaqa beshikdan noto'g'ri yiqilish bo'lishi mumkin. Har xil. Но qarang, eng mashhur tadbirkorlar bu risk so'zi bor. Tavakkal noto'g'ri bo'ladi, lekin hammamiz tushunamiz nima deganini. Riskka katta moyillik insonlar. Lekin riskka moyillik insonlarda 90% chopilib, o'lib ketib, muvaffaqiyatga yeta olmaydi. Yetganlarni bilamiz. Risk demoqchiman, bu hammada bo'ladi-ku. Mana bola juda ham riskованный bo'ladi. Lekin keyin uni tarbiyalaymiz. tarbiyalaymiz. Kesamiz. Buni olib tasha, buni olib tasha, buni olib tasha. tasha. Nimaga bu sizda qolgan? Balkim men to'ng'ich nevaraman ikkita oilada. Ya'ni yoshligingizdan siz erka bo'lasiz, chunki hamma tog'a, amaki, xola, ammalar uchun siz birinchisiz. Birinchi bo'lganda siz ko'pincha sizni olib ketadi-ku oiladan. Bu nevaralar korol bo'ladi. Stolni ustida ham yursangiz bo'ladi, tepib qoqilgan narsani. Sizga hech kim anaqa siz o'yinchoqsiz-da, ya'ni hech kim sizga buni taqiqlamaydi, uxlovsin deydi, qolgan hammasi stroysi bo'ladi. Siz bunaqa balkim bu tug'ma. Qanaqadir Xo'p, to'ng'ich farzand bo'lish nasib qilmaganlar nima qilish kerak? Ularga tavsiya bering. yoshlik, hammasi yoshlikda shu telba bo'lgan-u. Shu yoshligini yana men bilmayman. Bu yerda biz qarang, chet elda psixologiya juda rivojlanganda. Ko'p psixologlar bor. Odamlar keladi, aytadi, "Men o'zimni yo'qotib qo'ydim, to'xtab qoldim, hayot qiziq qolmadi" deydi. Boradi, soatiga $100, $50, $200 beradi yoki mashhurlarga 1000 va bular yoshligiga tushirib, podsoznaniya yoshligiga tushirib, qayerda to'sqinliklar paydo bo'lganligini yechib tashlaydi. Bizda bunaqa maktab yo'q. Bunaqa psixologlar yo'q. Bu endi jamiyat shunaqa. Ular o'ziga qanaqa yordam berishi mumkin? Xohlaydi. Men tanigan jamiyatdagi har bir ayollar, endi ayollar bilan ko'p biz imkoniyatlar ko'proq chet elga chiqib, misol bitta orollar bor-ku, muhit o'zgarsa, anaqa shu arqonlar bo'shaydi. Chunki siz bu yerda roldasizda, oynalar ichida yashaysiz. Odam O'zbekistonda o'zi emas, boshqalarni ko'zida qanaqaligini qarab, boshqalar nima xohlasa, bu ham o'zini aldab qo'yadi. Men ham shuni xohlayman deb, kiyinishda, kulishda, yig'lashda, qanaqa kino ko'rish, qanaqa musiqa ko'rish, har xil dabdabali to'ylar qilishda, xohlaydi bunaqa to'yni qilish. Jamiyat aytadi, bunaqa qilishing kerak deb birovni hayoti bilan yashaydi. Menimcha bu Amerikada ham bo'lgan. Steve Jobs o'shaning uchun studentlarga aytgan-ku, o'zinglaringni bilinglar. Birovni hayoti bilan yashamanglar. Birovni xohishi bilan yashamanglar. O'ylanglarki, ertaga o'lib qolasizlar. Oxirgi kunlaring bo'lsin har kuni. Och bo'linglar. Be hungry degan. Keyin anaqa bo'linglar. Chanqoq bo'linglar. Bu uchun chet elga chiqsangiz, arqonlar sal uzildi. Ko'rdingiz boshqa hayot. Hindistonga borsangiz, ko'rasiz, odamlar yeydigan joyda tualetga boradi, nimasi yo'q. Bu yerga borsangiz, nimalar ko'rasiz, sivilizatsiyalar. Chet elga qancha ko'p, mana hozir bu vobshe anaqa oson bo'lib qolgan. Turlar bor, $500 ga chiqib kelsa bo'ladi. $300 ga ham chiqib $300 ga ham. Borib, haligini ko'rib, shunda xilma-xillik ko'payadi. Ya'ni meni kimdir tanib qoladi, meni kimdir kuzatyapti, bu harakatimni qanday qabul qiladi degan o'y-xayoldan chiqish uchun geografiyani o'zgartirib qo'yish kerak. O'sha yerda o'zini tanib ko'rish kerak. Ha, Shu versiyasida. u yerda chegaralar ko'plari
yo'q bo'ladi. Hadya bu odam a, o'zi bemalol birovga xalaqit bermasdan o'ta fikrlay oladi. Plyaj yo'q, hop hisi yo'q. O'tirib, xohlagan kitobini o'qiydi, quyoshga qaraydi. Quyoshda O'zbekistonda turib, balkim u esdan chiqdi 10 yildan beri quyosh chiqishi bilan botishni ko'rib maza qilmagan. Ko'rmagan. 3 yildan beri yashaydi, lekin bir osmonga qarab bulut ko'rmagan. Ha, u yerdagi sizga chalg'ituvchi, mas'uliyat beruvchi, miyangizni qoquvchi, har xil, mana buni anaqa yo'q shu paytda. Shuning uchun chet elda pul sarflash oson. Ha, O'zbekistonga kelgandan keyin o'sha $20 ga olgan kofesini O'zbekistonda 20 ming so'mga juda ham qimmat deb chet hisoblashadi. elda ham $2 ga olsa bo'ladi kofeni. Nima deydi? Men chet elga o'zbeklar bilan ko'p chiqib turaman-da, judayam o'sha o'zimni boshqachaligimni his qilaman. Ovqat tanlashda, o'zini tutishda, mana aytaylik, nima, villa bor, plyaj bor, orol katta. Har kuni shu plyajga chiqadi. Orolda bu tomoni bor. Aytdi tog' bor, tog'da narigida zo'r joy bor. Qayerdan bilasiz? Men kecha chiqdim. 20 kilometr nima degani? 20 kilometr bo'lmaydimi? Ketdi deyman, oboraman, deyishadi. Nimaga yopish qilgansizlar shu? Aha. Fikr, lekin hammasi millioner. Ha. Keldim restorandan, qaytdingiz o'sha anaqa anaqa ujinda bo'lmadingiz. Ammo restoranga borib keldim. $90 to'ladingizmi? Bu orolda boshqa iloji yo'q, ha? Zo'r baliq yedim u yerda. Ya'ni meni shu yerdagi qiziquvchanligim hamma joyda qarab chiqishim kerak edi. Keyin bularni ham ana uyg'otaman. Anaqa uxlamanglar, g'aflatda yashayapsizlar. Mana bu yerga chiqinglar. Mana buni qilib ko'ringlar, mana bu yerga boringlar, ketdi mana kemada ketdi diving qilamiz. Yo'q, quloq oldik, o'rgatamiz. Men misol divingda butun dunyoni anaqa faqat nimada bo'lmaganman. Antarktika bilan Severniy David okeanida. Hamma okeanlarga chiqqanman-da. 30-40 metr yaqinda shu umradan qaytayotganda ham Jiddada 2-3 kun qolib, Jiddada mana qancha odamlar hozir Saudiyaga borib kelyapti. Sanoqli 0.01% sho'ng'ib chiqadi divingdan. 44 metrga chiqdim. Nimaga? Voy, Jiddada qizil naqa ekan, daryo ekan, qizil naqa, Red Sea. Sharm el-Shayxda ham shu, bir xil bo'lishi kerak. Baliqlar zo'r bo'lishi kerak bu yerda. Lekin rivojlanmagan. Topdim, dive centerda bordim, sho'ng'idim. Keyin yana Makkaga qaytib, yana qaytaman. Ya'ni bu yerda chegara faqat o'zimiz. Endi sizni savoliga qanaqa qilib qaytsa, mana chet elga chiqqanda qancha ko'p chiqsa odam sekin bittasi aytadi, ketdi anaqa ertalab toqqa chiqib quyosh chiqishini ko'ramiz. Nima telefon ishlamasligi mumkin, o'tirasiz, hammalari bilan quyosh chiqishini ko'rsangiz, mana shu yerda yoshlikdagi adabalar chiqishni boshlaydi. Yoshlikdagi nima deydi, ko'chada yugurganda luja bo'ladi-ku, suv. Bola shunga sakrashni yaxshi ko'radi. Ota-ona uni urishadi. Kiyimingni iflos qilding deydi. Kiyimni iflos qilding, bu kattalarning me'yorsi. Yoshlar uchun u voy kiyimi boshqa anaqa bo'lib qoldi, kraska bo'lib qoldi. Mana shu sakrashda men masalan o'zimning bolalarim bilan birga sakrab yurardik. Qarang, kim ko'proq nima qilib tashlaydi, to'lqin qiladi. Yoki biz kofega sutni qo'shsak, qaramaymiz, sut qo'shildi bo'ldi. Просто mana efirda ko'rayotganlar slivkini yoki sutni kofega ozgina qo'yganda boshqa narsaga qaramasdan qaranglar, diffuziyani. Juda chiroyli. Juda ham chiroyli kartina. Shunga 30 sekund ko'rsangiz, miya o'chib bundan. Ya'ni kichkina qadamlar bilan kichkina mazalilarni ko'rsangiz, odamda shukronalik paydo bo'ladi. Yana qiziquvchan katta maqsadlar qo'yib tashlashadi-da. Katta maqsadlarga erishish uchun kichkina qadamlar bor. Kichkina qadamlar mana shu atrof muhitdan kayf olish, maza qilish. Maza qilish uchun shu faqat slivkini qo'yib olsa ham maza qiladi. Qor yog'ayotganda yoshligimizda, hozir eshitayotganlar eslaydi, har bir qorni, anaga snejinканы har xilligini ko'rib,
To'ppa-to'g'ri. qo'limizda Ha, erishini maza ha, qilib qarardik. ha, ha. Qachon oxirgi marta maza qilgansizlar? Men har qishda qilganda haliyam yugurib yoki tilimga olib, haligini qog'ozni ta'mini sezish uchun maza qilaman. Hozir balkim ekologiya uchun bu anaqa xavfli bo'lishi Xavfliroq. mumkin. Da. No, nafas olish ham xavfli. Shuning uchun tatib ko'rish mumkin. Ko'p tadbirkorlar, men bilganlar mana bu kafeda 90% 4-5 yil oldin snowboardga o'zini qo'yishdi. Boringlar, pullaring bor Amirsoyga, sal kambag'alroq bo'lsalaring, Yangiobod bor. Bemalol anaqaga o'tsa bo'ladi. Manku 20 yoshda lejada uchganman. Hech kim uchmagan paytda. Parashyutda sakraganman o'sha paytda. Endi hozir boshqalar, Dubayga boradi, parashyutda sakraydi mazza. Mana bu to'g'ri. Otelda o'tirib olib, o'sha choyxona qilib, choyxonani faqat chet elga chiqarib olib ketdi, choyxona qilamiz, boshqa nima keragi bor? Fon o'zgaradi. Fon o'zgaradi. Mana shu odamda shu paytda eski yoshligidek qobiliyatlar yana uyg'onishi mumkin. Deydi, mana bunaqa nagasi. Siz hozir o'zini eshitish protsessini aytyapsiz. Ha? Mana marafon. Marafonga qiziqishdi hozir. Ko'plar marafon yugurib, bir 20 kilometr yuguradi, suzadi. Men marafonchi bilan gaplashdim. Bitta tadbirkor katta 3 marta bordi. Birinchi borgandan keyin hayotda boshqa bormayman dedi. Keyin yana bordi. Nimaga yana boryapsan desam, odam yugurayotganda shunaqa charchaydi, shu miya yashash uchun miya o'zini o'chirib qo'yadi. Faqat yurakka, buyrakka qon aylantirishga energiya bor. Filmda nima bo'lyapti? Kecha meni kim xafa qildi? Kelajak, o'tmish, debitor, kreditor u polniy o'chadi. Ketdi yugurib, mana 15-20 soat miya o'chadi. Keyin suzayotganda ham bunday qaraydi, yoqqa borish kerak. Kichkina qadam, u yoqqa qarasangiz, anaqa voy, o'lib ketaman deysiz. Ozgina mamlakatgacha borib oling, mamlakatgacha borib oling. Keyin suzgandan keyin velosiped yoki undan oldin. Mana shu paytda bir orgazmga o'xshagan kayf oladi. Yoki bitta tadbirkor toqqa chiqib ketadi. Ketdi haftalab. Nimaga? Telefon ishlamaydi, miya o'chadi. Bittasi kemaga ketdi, anaqaga, kema. Bittasi ovga ketadi. Mana shular, mana shu yoshligidagi bu pozivlar hammada. Lekin boshqa qilib olmaydiganlar bor. Biz aytayotgan narsalar bu boylar uchun emas. Siz boy bo'lib turib, Chimganga chiqsangiz yoki shu Amirsoyga sizga lejani o'rgatadigan bola, o'zbeklarning yosh o'zbek bola har kuni lejani uchadi. Student bo'lishi mumkin. Bir narsani o'rganib olib, boshqalarga o'qitib, ham pul qilasiz, ham boylar bilan tanishib olasiz. Aytaman, imkoniyatlar sochilib yotibdi. Faqat fokusni ko'rsangiz, har bir o'zini qobiliyatiga yarasha imkoniyatni olib, muvaffaqiyatga ketadi. Hozir siz aytayotgan narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ular vaqt topishi bilan, shans bo'lishi bilan yaxshi ko'rgan mashg'ulotiga qaytyapti-da. Qobiliyat o'sha yerda emasmikan? Balki buni shu qobiliyati hozir pul topishida shoqgacha, lekin mana shu yerda hamma narsani nimasi bor, darajasi bor. Katalogi bor. Yangi versiyaga o'tadi. O'tgandan keyin chapga men bir Balida va Tailandda bo'lganimda shunaqa bir Angliyadan, Amerikadan odamlarni uchrashib qolaman. Hali qarasam, nima deydi? Endi ularda pul ko'p, aytaylik, vodoprovodchik, elektrik bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Yo'q, katta hedge fondlarni boshqargan invest bankirlar hammasini tashlab, downshifting degan narsa bor. 1-2 yildan beri shu velosipedda yuribdi o'sha yerda. Pul tikib qo'ygan joylari unga million keltiradi, lekin u tabiat bilan bitdi. Shu bir marta borib qolib, maniki ekan deydi shu narsa. Bir marta shuni qilganingizdan keyin maniki ekan deysiz. Mani ukam dive bo'yicha, radnoy ukam, o'sha o'zbekistonlik bola, dive bo'yicha cho'qqisiga chiqqan master. Bundan baland darajalar yo'q-da, kechki anaqa pishivalarga kirgan, 200 ta pogrebeniasi bo'lgan, o'ziniki anaqa hobbisini topib oldi. Bo'lmasa oddiy o'rinda ishlaydi, BMTda. Har bir o'zida kimdir
missiyasini bolasini chempion qilaman deydi. Zo'r kino Да, bor. да. Korol Richard degan. Tavsiya qilaman. Bu ikkita opa-singilni tennis bo'yicha chempionga chiqazgan oddiy kambag'al, bitta qora tanli odam. Puli bo'lmagan, har xil ishlarni ishlagan, ayol ishlagan, qizlari tug'ilmasdan turib, u bilmagan qiz bolami, o'g'il bolami tug'ilishini. Reja chiqib ketgan, menda bola tug'ilsa, qanaqa qilib tennis bo'yicha chempion dunyo bo'yicha qilaman degan. Qiz tug'ildi, yana qiz tug'ilsa, lekin maqsaddan ketmadi. Baribir qildi. So'sti Willis edi, anaqa chempionlar dunyoga birinchi o'rinlikda oldi. Qarang, odamni maqsadi o'zida emas, bolalarida chempion qilaman degan. Mana Korol Richard degan kino. Misol, bu ham ishq, missiya. Qobiliyat bilan missiya bog'liq. Missiya qobiliyatni ushlab turishda, fokusda yordam beradi. Bu nazariya bor, piramida Dilsa degan. Ko'plari piramida Maslow'ni biladi. Ya'ni aytadi, birinchi ovqat, kiyim, uy, ya'ni безопасность. Shuni qilsakkina, keyin bizada imkoniyat paydo bo'ladi boshqa narsalarga. Dilsa aytadi, yo'q. Siz kirakashmisiz? Siz boshqa nimaga o'ta olmaysiz? Nimaga? Chunki sizni do'stlaringiz kirakash. Chunki sizni telefoningizda avtoslesar, masterskoy, bunaqa zapravkalar telefoni, yog' almashtiruvchi, yoningizda ertalabdan pitakda turib gaplashadigan odamlaringiz shu, sizni fikrlashingiz shu, bu yerdan o'tib ketish iloji yo'q deydi. O'tib ketish iloji bor. Muhitni almashtirish. Nimaga siz kirakash? Chunki mashina haydashni bilaman. Kechirasiz, men ham mashinani haydashni bilaman. Siz ham mashina haydashni bilasiz. Nimaga biz kirakash emasmiz? Chunki biz undan tashqari boshqa narsani bilamiz. U boshqa narsani bilmaydi. Boshqa narsani nima qilish kerak? Masalan, ingliz tilini o'rganish. Uni xayolga kelmayapti, chunki atrof muhitda hech kim bilmaydi. Agardaki bu nazariyada aytiladi, katta bir oliy boshqa maqsad tursa, paydo bo'lsa, bu maqsadga erishish uchun siz kun tarzida biror narsadan qurbon qilishga tayyor bo'lasiz. Uyqudan, ovqatdan, musiqadan, bunaqa ketayotganda bir xil hazilkash kanallardan. Nimani eshitishni boshlaysiz? 1 soat oldin turib aytasiz, kichkina qadam, men ingliz tilini o'rganmoqchiman. Bo'ldi, programma qo'ydim, repetitor kerak emas. Siz faqat shu YouTube'da qiqilib yotibdi. Nimalarda ko'p podkastlarda, ular bepul. 1 soat oldin turdingiz, ingliz tilini oldingiz, pitakda, naushnikda bolalar bilan gaplashmasdan uni qilyapsiz. Mashina ketayotganda eshitasiz, uxlashdan oldin eshitasiz. Endi nima keragi bor ingliz tilini o'qigani? Bunga savolga javob bo'lganda. Bu maqsad уже. Amerikaga ketmoqchiman. Maqsad. Ketdi. Mana shu qo'yilganda oliy maqsad paydo bo'lgan odamlar bir narsani o'ziga tasavvur qilib, vision, keyin strategiyani qilib shuni qo'ysa, shunda hozirgi kundan biror narsadan qurbon berishga tayyor bo'lib, keyingi darajadan pastda o'zgartirish mumkin. Keyingi darajadan. Tushundim. Endi ingliz tilini nima uchun chetlarga ketmoqchiman? Nima uchun chetlarga ketmoqchiman? Chunki men bolalarim o'sha yerda bir chetlarga ketganlar soni O'zbekistonda 5 milliondan ko'p. To'g'ri. Bu hozir davlat tomonidan ma'qullanyapti. Ya'ni boringlar, ishlanglar Polshada, faqat Rossiyaga bormasdan, Amerikaga, Koreyaga boringlar. Endi bu uchun til kerak, yana bitta narsa kerak. Nima uchun? Chunki men bolalarimga yoki o'zimga mana shu qanaqadir narsani topib olsa, katta ta'sir qilib hayotni o'zgartirishga. Lekin bu maqsad qo'yilmasa, kichkina qadamlar qo'yilmaydi. Hozir aytaman bu so'zni. Nima qila olmaydi? Не может терпеть. Chidolmaydi. Chidolmaslik yana bitta so'z bor. Sabr qilolmaydi. Sabirsizlik. Hozir sabirsizlikda nima qiladi? Yengil dopaminlar. Yengil haligi suvni qo'yib dashrab ovqat. Srazu 2 minutda
qildingiz, To'ydi. nafaqat to'ydi, sizni ximiya bilan tilingizni aldab qo'yib, mazzalikni oshirib oladi. Oddiy yaxshi ovqatni yeyolmaysiz keyin. Bu hozir epidemiya yoshlar ichida, bolalar ichida. Taqiqlasangiz ham ko'chada borib shuni bir narkomaniyani yangi To'xtab, turi. to'g'ri. Xuddi shunaqa musiqa eshitdi, bir haftadan keyin ketdi. Kinoni ko'rdi, unutdi. Reelsga o'xshab unutdi. Hozir yangi dopamin olganlar bu keyingi narsalarga o'tolmaydi. Endi mana shu sabrni chiroyli deb qo'yish uchun shu katta maqsadlarni qo'ygandan keyin anaqa iskustvo маленьких шагов, kichkina qadamlar. Ko'plari muvaffaqiyatli odamni ko'radida, keyin o'ylab topadi, nimaga bu zo'r bo'ldi. Qarang, muzni qo'yib qo'ysak stolga -5 muz bo'lib turibdi. -4 bo'lsa erimaydi. -3 bo'ladi, erimaydi. -2, 1, 0,5 bo'lganda ham erimaydi. 0 bo'lib qolgandan keyin erishni boshlaydi. Lekin -5 dan 0 gacha vaqt bor. -5 dan 0 bo'lib qolmaydi hech qachon. Mana shu anaqa muzdan jarayon. Yana men buni hozir ko'p gapiraman, rejalashtirish. Anaqa aytiladi, yo'q, taqdir qilingan, tavakkal. Dunyoni yaratishdan oldin Alloh birinchi qalamni yaratgan. Qalamga yoz degan. Nimani yoz deganda o'sha yerda reja kelgan. Nima bo'lishini birinchi yozib, keyin harakat qilingan. Oddiy ko'mak chet elda o'rgatiladigan narsa bizda qilmaydi. Bu dnevnik. Men yaqinda bir uydan boshqa joyga ko'chganimda yoshligimdagi kundaligimni ko'rib qolganman. Bu kundaligi maktabda 5 ta oladigan emas. Bu ichki men ota-onam bilmasligi uchun arab nimasida yozganman. 12 yoshda qiziquvchanlik bo'lib, men shu arab tilida o'rganib, yozish chizishlarni o'rganib olganman. Chunki ota-onam bilmagan. Men kundalikda shu harflar bilan yozganman. Hozir tushunganligim uchun qarasam qanaqadir kosmos narsalarni o'ylagan ekanman. Kosmos. Ya'ni deyman, Laziz qanaqa xiyonat qilibsan sen o'zingga? Qanaqadir oddiy O'zbekistonda nima deydi? Bu narsalarni yarmiga ham erisholmaganda, lekin kundalik olib borgan ekanman. Bu mana rejalashtirish shu maktabda o'zgarsa bo'ladi-da deyman. Chet eldaqa chiqib, haligi hammasi pul yig'ib, biror bitta yaxshilik qilish. Mana shu aytaylik, qanaqa qilib chiqib ketish? YouTube'da qaranglar, piramida Dilsa. 15 minutlik tushuntirishlar bor, qanaqa qilib hayotida o'zgartirib olsa bo'ladi shu metodika bilan. Zo'r, lekin endi tangani orqasiga qaraylik. Siz har doim muvaffaqiyatli, mazmunli hayot kechirmagansiz. Hammada ham bo'ladi bo'shliq. Muvaffaqiyatsiz kunlar, qorong'u kunlar. Muvaffaqiyatsizlik bo'ladimi, mazmunsizlik deydimi? Insonni hayotini nima chiroyli qiladi? Mazmun chiroyli qiladi-da. Lekin siz har doim shunaqa mazmunli yashadingizmi? Har joyda. Har joyda mazmunli, lekin qorong'u muvaffaqiyatsiz hayot o'ldi, tugadi, barbod bo'ldim degan paytlar bo'lgan. Aytib bera olasizmi? Har xil bo'ladi. Shu eski tizimda bir kuni jumadan chiqqanimda dinga qarshi juda ham qattiq zulm qilinganda meni olib parvarga olib kirib ketishdi. Men o'yladim, bo'ldi, hayot tugadi, zaxsizlik pastlik ketadi. Qarasam bu masala emas, boshqacha ekan. Juda katta depressiya. 10 kundan keyin qo'yib yuborishdi. Aytaylik, qaranglar, agarda hayotda bu ham bir mashq, o'tirib kufratga tushgan kunlaringizni belgilab qo'ying. Palonchi yoshimda palonchi vaziyat bo'lgan, men o'yladim, shu bo'ldi, короче. Men na dne. Qo'yib chiqinglar. 4 ta 5 ta shu holat. Anaqa, bir anaqa, aytaylik 0 dan -10 gacha. Bu holat -8, bu holat -4, bu vashi -10. Endi cho'qqigan chiqqan paytlaringizni qarang, eng baxtli bo'lgan paytlaringizni qo'yib tashlang. Kimgadir
uylanish bu -8, kimgadir +10 Mhm, bu mhm. qarashda. Kimgadir masalan, yaqin odam o'lib qolishi, kimgadir, ajrashishi, minus bo'lishi mumkin. Kimgadir plus bo'lishi mumkin. Pluslarni qo'yib tashlang. Birinchi million ishlab olish, zo'r ishga kirib olish, safga kirish bu katta plus. Endi mening hayotga qarasangiz, mana plus bu minus bo'lmaganda bo'lmas edi. Mana plus, mana minus bo'lmaganda bo'lmas edi. Balans to'g'ri keladi. Ya'ni yosh bola xafa bo'ladi-ku, uni anaqa qilsangiz, ug'ulga qo'yib qo'ysangiz, urishsangiz, anaqani bir shapaloq yeb qolsa, lekin biz unga yaxshilik uchun qilamiz buni. Biz bitta narsani tortib qo'yyapmiz undan. Buni qilmagin. Bu yaxshilikka olib kelmaydi deb. Yoki ko'chaga chiqazmaymiz, chunki hozir vaziyat shunaqa bo'lishi mumkin. Darsingni qil. Katta bo'lganimizda bizani ota-onamizni o'rni har doim Xudoyimiz shunaqa qilib qo'yadi, bizani yaxshi ko'rib, biror narsadan himoya qiladi, tortib qo'yadi yoki biror holatga kiradi, bu holatdan mana plus bo'ladi. Endi buni ko'ra olishlik, bu boshqacha bir qobiliyatda. Qurbon pozitsiyasidan chiqa Ha, olishlik. shunaqa. Negativ yoki odam beradi kimgadir, yoki negativ pozitsiyaga o'zini qo'yadi Mhm, mhm. va shuni tortib olib, lekin ichki podprogramma maza qiladi. No, har doim plus bor, minus yo'q. Aha. Просто men yoshlik Pluslarni ko'rolmaganimiz uchun minuslar beriladimi shunda? minuslar berilmaydi. Siz buni minus deb bilasiz. Bu faqat nazarimiz. Nazarimiz. Aha. Mhm. Oddiy bitta dialog yoshligimda. Men 2-chi, 3-chimi, 4-chi sinfdaman. Tilim R harfini gapira olmaydi. Ona logopedga olib boradi. Tekshiriladi, buni tuzatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Operatsiya qilish kerak, narsani kesib qo'yish kerak, bo'ldi. Men dialogda eshityapman. Vrach bilan onami. Dada, nimaga siz buni nuqson deb bilasiz? Onami gapi, bolamni nuqsoni bor, Rni gapira olmaydi, nima qilish kerak? Bu nuqson emas. Bu rus tilida это отличает его от других детей. Menga qarab aytadi, mana shu sani boshqacha bo'lishing uchun sani ertaga qizlar yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni qarang, nuqson so'zini burib boshqacha, Boshqalardan ustun. boshqacha, yo'q, просто boshqacha. Nimaga hammasi unaqa bo'lishi kerak? Bir xil bo'lishi kerak. Boshqacha. Nuqson deb bilsangiz, mayli qilib qo'yaylik. Keyin menga qarab aytadi, nima qilamiz dedi. Hammadaqa bo'lasanmi, boshqacharoq bo'lasanmi dedi. Men boshqacharoq bo'laman dedim. Shundan beri men buni nuqson deb ichimda hayotda Qabul qilmagan. qabul qilmaganman, qabul qilmayman, bilmayman. No, menga qaraganda odamlardan sotishda endi gapirayotganingizda siz boshqachasiz. Sizni tinglash boshqacha. To'g'ri. Boshqacha bo'lsa, e'tibor boshqacha. Gapingizni miyaga kirishi ham boshqacha. To'g'ri. Chunki bu hech qachon mening nuqsonim bo'lmagan. Minus plusga aylantirdik. Aytaman, ko'zim yomon ko'radi. Ko'zim yomon ko'rgani uchun ko'p futbol o'ynalmadim. Maza qilolmadimmi ko'chada? Uyda o'tirib, zato ko'p kitob o'qidim. Boshqalarga nisbatan 10 karra ko'p kitob o'qib qo'yganman. Plus. Minusmi, plusmi? Plus. Da. Hamma narsada faqat plus. Endi men shunaqa bir qabul qildim. Boshqalar qabul qilmasligi mumkin, lekin psixolog yana shunga agar nima qilib, yoshligiga qarab minuslarni plusga aylantirib qo'yadi, odam mana shu xayol bilan ketmaydi, komplekslarni olib tashlaydi. Afsuski bizda bu hozircha bunaqa maktab yo'q. Xo'p, biz endi bitta xulosa shaklida sizdan olmoqchi bo'lgan javobimiz. Bizni O'zbekistonda asosiy qatlam boylikka intiladi. Kecha bitta zo'r video ko'rdim. Hamma $1000 topish uchun kurashadi.
$1000 topish emas, $100,000 topishga maqsad qilsa, u tezroq boradi. Chunki $1000 ga konkurent juda ham ko'p deganda. Shu xulosadan bizda hamma shu trendga yopishgan. Daromad qilish, pul topish, boyish, bitta uchastka, bitta jentira qilishda. Boylikka intilishdagi yo'lida qanaqa qilinish kerak bo'lmagan ishlar bor? Birinchidan boylikda tashqi boylik, ya'ni pul yoki ichki boylik. Tashqi. Tashqi boylikda eng katta xato bu pul maqsad deb bilish. Pul bu vosita. Men aytaman, fikrlash uslubida katta maqsad qo'yish uchun balkim sizga $1000 kerak, balkim 1 milliard kerak. Stiv Jobsda dunyoni o'zgartirish uchun pul bitta vosita edi. Ikkinchi vosita bu eng talantli odamlarda yig'ish. Eng talantli odamlarda faqat pul ustida yig'a olmaysiz. G'oya ustida yig'ilasiz. Ma'no ustida yig'ilasiz. Sizning ichki g'oya va ma'no bo'lsa, sizga resurslarda hayot to'kib tashlaydi. Pul resurslardan bittasi. Bitta muhim resurs bu vaqt. Hop, $1,000,000 ishladingiz, 60 yoshga kirdingiz, diabet, insult, infarkt, ajrashgan, bolalar siz bilan gaplashmaydi. Baxtli bo'ldingizmi? Yo'q. Поэтому bizda fokus almashgan. Pul bu baxtni keltiradimi? Yo'q. Baxtli bo'lish uchun pul zarurmi? Yo'q. Tug'ilganingizda ota-onangiz, buyingiz, enangiz hammasi olganda tilinglar qiladi-ku. Nima tilinglar qilgan? Mashhur odam bo'lgin debmi? Yo'q. Pulli bo'lgin debmi? Yo'q. Ichki qalbni hammasi sizga baxtli tilagan. Baxtli tilagan. Baxtli o'qituvchi bo'lish mumkinmi? Ha. Olim, bastakor bo'lish mumkinmi? Oddiy? Ha. Shoir bo'lish mumkinmi? Ha. Baxtli anaqa povar nima bo'lishi mumkinmi? Oshpaz? Ha. Zo'r oshpazlar necha pul turadi? Po'chirit yakka savolga olib kelish mamlakatga. Oddiy oshpaz ham bor. 20,000 so'mga osh qiladigan. Porsiyasi. Bitta kelib ketishi $2,000 oshpazlar bor. To'g'rimi? Bittasi uchun bu kasb hunar, ikkinchisi uchun bu uni missiyasi. Oshpazlar ko'p. Men shunaqa bolalarni taniyman. O'zi milisda ishlagan, lekin og'aynilar ichida shuni chaqirishadi, osh qilishda-da. Qarang, bu ichki qobiliyat missiyasini bu nima qila olmadi. Chunki ota-onasi balkim majburlab o'sha paytda milisa zo'r bo'lasan deb berishgan yaxshi. Yoki dadasi milisa. Yoki dadasi milisa bo'lgan. U shunaqa zo'r ovqat qiladi. Har kuni, har hafta yig'ilishadi. Yeyish uchun ovqat. Uni ovqatini yeyish uchun yoki uni chaqirishadi. Bittasi uy qurishni yaxshi ko'radi. Shunaqa haligi mehr bilan uylar qilib sotadi. Lekin ishi boshqa. Bank sohasida ishlaydi yoki bittasi mashinalarni haydashda chempion. Lekin u bankir. Bo'sh vaqt bo'lsa, kirsangiz hamma yo'q mashina o'zgaribdi. Поэтому siz savolingizda, jamiyat kasal. Noto'g'ri nima berib qo'ygan fokus pul. Maqsad qo'y, pul kelaveradi. Jamiyatni o'zi shunga obrazets bo'lib qoldi-da. Ya'ni odamlar kimni yaxshi ko'ryapti? Puli borni yaxshi ko'ryapti. Kimni yaxshi ko'ryapti? Evolyutsiya. Chiroylisini yaxshi ko'ryapti. Evolyutsiya. Hozir biza touchable narsadan maza qiladigan narsa. Hammasini ushlab ko'rishadi. Pul bu tez beradi shu narsani. Ya'ni bu bizni hozir o'tayotgan davrimiz. Yana bu kasallik. Birovni hayoti. Sizga yetishdi shu muvaffaqiyat bu baxtsizlik kasalliklarga olib keladigan narsa. Psixosomatika. Yaxshi ko'rmaydigan narsam bilan yashasangiz, ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmaslik bilan biron ichki sizni ruhingiz biladi, что siz noto'g'ri yo'lga ketib qoldingiz. Lekin jamiyat buni to'g'ri deb biladi. Halol yo'l bilan ham topdingiz etaylik. Lekin baxtsiz bo'ldi. Keyin bu evolyutsiya. Buni hozir men nima deyman, balkim jamiyatda bu bosqichma Amerikada ham zolotoy lixoradka paytda faqat tilla pul edi. Keyin boylar paydo bo'lib, universitetlar qurishni boshladi.
Garvardda endowment fondi faqat shu sadaqalarga yoki unaqa bir odamlarni pulini berish $43 milliard. O'zbekiston VVPni yarmi. $43 milliard shu yerda yotibdi. Bu davlat bergani yo'q, bu tadbirkorlar berib qo'ydi shu pulni. Garvard, Stanford bor, Yale bor, boshqalar Berkeley, MIT'lar bor. Davlatni puli emas bu. Odamlar, lekin bunga kelgan misol Los Anjelesda Gatsby anaqasi bor, nimasi, muzeyi yoki Metropolitan Museum Modern Art MoMA New Yorkda. Men New Yorkda muzeyga kirib samolyotga kechib qolganman. Bunga qarasam samolyot uchib ketibdi. Vaqt o'tgan Vaqt shunaqa o'tib ketdi-da. Bular davlat tomonidan bu jamiyat buni yaratdi. Nimaga? Boy odam bir narsaga erishgandan keyin, xo'p, boylar maqtandi uylar bilan, mashinalar bilan. Keyin bittasi chiqdi-da, aytdi, "Men muzey qildim" dedi. Kultura. Qayerlar deydi. Boshqa boy aytdi-da, "Men universitet qildim" deydi. Uchinchisi, "Men qo'shildi" deydi. Bizning jamiyatda ham shunaqa bo'lyapti. Mana masalan Jahongir aka Central Asia universitetiga $100 million tikyapti. Buni hayotida qaytmasa kerak. Ulgurmaydi olishga. Ha? Ha, u yerda tadbirkorligi turibdi. Lekin nima edi? Yana bitta qasr qilsa bo'lardi-ku chet elda. Universitet bu uni ishqi. Bu uni mana hozir bitta missiyasi paydo bo'lyapti. Boshqa joylardan pul olib o'sha yoqqa tikyapti. Biz ham 7 ta tadbirkor Tim universitet qildik. U bitkasida 24-23 yil tam $500 ming ubitka bilan chiqyapti. Qadriyat to'g'ri turibdi. Yo'q, biza faqat studentlarni ko'paytirish o'tirib pul muzlanib yotibdi. Pul keltirmayapti. Lekin mana shundan bir o'sganda boshqalarga bir o'rinlik bo'ladi. Kirganda nima bilan yana maqtana olasiz? Nima yoziladi o'lganingizdan keyin? Aytmana hozir paga bir payt bo'ldi, to'ylar bilan maqtanildi. Sekin-sekin bu Pastladi karantindan keyin. o'zi ham anaqa kamayadi bu narsa. Yoshlar chet elda o'qiydi, qaytadi, ota-onaning qadriyatini tushunmayapti. Boshqacha hayot, boshqacha yondashuv. Bu evolyutsiya spiral. Bu kasallikdan xudo xolisa chiqib ketadi. Qachondir. Chiqib ketish kerak. Misol chiqib ketadi deb o'ylaymiz. Rahmat. Bormi yana o'zingizda yetkazmoqchi bo'lgan fikrlaringiz? Bu menga savol berilsa, men shunaqa javob beraman. Javob keladi. Bizda bu shu podkast tadbirkorlik, moliya, marketing haqida emas-ku. Odamda ichki shu biza mavzuni qo'ydik, imkoniyat, qobiliyat. Agar xulosa qiladigan bo'lsak, hech qachon kech emas, ko'p narsani tatib ko'rib, yosh bolaga o'xshab. Yosh bola hamma narsani tatib ko'radi. Hayot o'zi sizni bitta narsani tatib ko'rib, chetlatib qo'yadi, saniki emas deydi. Buni tatib ko'ring, buni qilib ko'ring, buni qilib ko'ring. Va imkoniyat bor chet elda suzib ko'rish, marafon yugurish, bitta ham hozir bor. Qancha mana marafon yuguryapti. Yo'q edi bu narsa bizani na qadriyatimizda, na madaniyatimizda. Oshib boryapti. Davlat buni o'zi umuman yugurish uchun marafonni kutish ham shart emas aslida. Marafonga tayyorlash uchun bugun ertaga uyg'onib 1 soat oldin, lekin hech qachon o'zingizdan o'zingiz yugurmanglar. Ustozni oldiga boringlar, bo'lmasa men ham bir yuguraman deb nima kalinkani tizami nima qilib qo'yganman. Buni nimasi bor o'zini, texnologiyasi bor. Timur Musin degan 4 marta dunyoni anaqasi Ironman'i bizning o'zbekistonlik tadbirkor. O'shani maktabi bor yuguradigan va Ironman tayyorlaydigan. 30-40 yoshlardan keyin shunga borganlar. 20 yoshda ham emas. Eng asosiy narsa hech qachon bugungi kuningiz kecha bilan bir bo'lmasin. Ertangi kuningiz bugun bilan bir bo'lmasin. Agarda sizni hayotingizda bir hafta bir xil bo'lgan bo'lsa, 10 yildan keyin men millioner bo'laman degan bu xom xayol. U 10 yildan keyingi muvaffaqiyatli odam bu siz emassiz.
u odam ertaroq turib ovqatini, kun tarzi boshqacha bo'lgan va o'shani bugun boshqacha uxlashga yoting, ertaga boshqacha uyqudan turing. Shu kichkina qadamlar bilan shu muz eritilib, keyin Katta natija. yomg'ir bo'ladi. Hammaga rahmat. Agar sizlar mana shu intervyudan o'zinglarga qobiliyatinglarni aniqlashda, imkoniyatinglarni ochishda qanaqa insaytlar ochganinglarni, qanaqa xulosalar olganinglarni yozsanglar, buni ichidagi eng yaxshi kommentariyani aniqlab, ularga o'zimizni sovg'amizni yo'llaymiz. Sizga esa rahmat, ishlaringizda omad, yangi loyihalar ustida va yangi podkastlarda kutamiz sizni. Rahmat. Rahmat.